Andijonga bo'lgan ish safarimizdin alqagında Andijon oblastining mamlakatlik tarix jana madaniyat muzey kompleksinin ajrag'is bölügi bo'lib hisoblangan Cho'lpon muzeyine baş baktık. Bu yerdagi köptөгөн ma'lumotlardan, materiallardan arasında 1925-yılı jarık görgön Bilim Berүү jana Muallim degan jurnaldan birinchi sanındagi material biz üçün öte çoğ olcu oldu. Assalomu alaykum. Men Madg'oziyev Iskandar, Andijon viloyat tarix va madaniyati davlat muzeyining katta ilmiy xodimiman. Mana bu bizni Cho'lpon yodgorlik muzey bo'limimizda saqlanuvchi 1925-yilda nashr ettirilgan Maorif va o'qituvchi nomli jurnalning birinchi sonida berilgan O'zgan shahrida bo'lgan tarixiy asarlarni tekshirish nomli maqolani bu yerda ko'rishimiz mumkin. Maqola bir qancha qismlardan iborat. Birinchi qismi muqaddima deb nomlangan, ikkinchi qismi O'zganning hozirgi ahvoli, ya'ni O'zganning hozirgi jug'rofiy ahvoli. Uchinchi qism esa O'zganda bo'lgan tarixiy asarlar. Keyingisi minora. Undan tashqari turbalar, ya'ni maqbaralar, janubiy turba, shimoliy turba, o'rta turba. Natija tarixiy dalillar nomli bo'limlardan iborat hisoblanadi maqola. Birinchisi muqaddima deb nomlangan. Muqaddimada o'sha O'zgan shahrini umumiy tarixi haqida fikr yuritilgan bu yerda. Xo'p, dastlab O'zgani geografik ahvoli degan maqola qism bo'lib, unda mana shu Sulton Ilik Moziyni maqbarasini 1925-yilda olingan foto rasmi keltirib o'tilgan. Mana ko'rishimiz mumkin. Sulton Ilik Moziyning maqbarasi aynan o'sha 1925-yilgi holati. Keyin davomida esa tarixiy asarlar deb nomlangan keyingi bo'lim. Bunda Sulton Sanjar maqbarasining ko'rinishi berilgan. Bu ham aynan 1925-yilda suratga olingan. Aynan ana shu paytdagi holatini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ularda niye ma'lumot yozilgan? Bu ana shu birinchisida. Birinchisida aytayapti mana. Bu aynan shu O'zganning geografik joylashuvi, ya'ni Farg'ona vodiysini qaysi qismida joylashadi, qaysi joylar bilan qaysi tarafdan chegaradosh, shular haqida ma'lumot berilgan. Xo'p. Keyingi ma'lumot ana shu O'zgan shahrida saqlanib qolgan ana shu paytdagi Qoraxoniylar davriga oid binolarni, maqbaralarni va O'zgan minorasini tarixi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadi. Shunday meni debdir. O'qib bersangiz. Mana bu yerda yozilyapti, Buyuk minora deyapti. Mana misol uchun O'zganing eski asarlarida eng mashhuri 25 gazdan uzun bo'lgan katta minorasidir. Ya'ni bu yerda eski o'lchov birligi bo'yicha 25 gaz deyapti. Minorasidir deyapti. Bu minora hozirda barobar masjid yoki xonaqohga aloqali bo'lmasdan, balki atrofi bo'sh, bir tomoni katta ko'cha, bir tomoni bug'doy bozori bo'lgan yerda yolg'iz o'zi ko'kragini ko'kka berib turmoqdadir deyapti. Ko'rinishi g'oyat taajjublik va mahobatlikdir. Bu minoraning qachon yasalgani ochiq belgilik bo'lmasa ham o'zining naqshlari va qurilish yog'idan Isfahon va Marvdagi Mo'g'ullar kelgunigacha solingan eski minoralarning shaklida bo'lib, bundan 7-800 yil ilgari solingan bo'lishi gumon qilinadi. Minora o'tgan yilgacha eski shaklda bo'lib, o'zgarmasdan turgan. Bundan 43 yil ilgari olingan va bundan darj qilingan, bunda ya'ni jurnalda berilgan rasmidan ham ochiq bilinadirki, minoraning bosh tomoni uchgan, ya'ni qulab tushgan. Osti o'yilib, ba'zi yerlari urilgan holda bo'lgan. Lekin o'tgan yil 23-yilda aytayapti, may oyidan boshlab 6 oy harakat bilan g'oyat
Abdurasul G'oyib Abdurasul o'g'li degan bir kishi minorani remont qilgan. Ya'ni G'oyib Abdurasul degan kishi 1923-yilda 6 oy davomida o'zgan minorasini ta'mirlagan ekan, tuzatgan ekan. Shu yerda aytilyapti. Xo'p, minoraning ostidagi o'pirilgan yerini rus g'ishti bilan tuzatilgan. Ya'ni musulmon g'ish emas, balki rus g'ishidan, rus zavodida ishlab chiqarilgan g'ishlar bilan tuzatilgan ekan, pastki qismi. Ustiga 8 darichalik gumbaz solingan, lekin chala holicha qoldirilgan, ya'ni tugatilmagan ekan qurilishi. Bundan ko'rsatilgan rasmga qarangiz. Mana bu yerda ana shu rasmlarda nazoratda. Bu aynan tuzatilgan rasm ekan. Mana bu esa uni o'sha bundan 43 yil oldin olingan, ya'ni 1885-yilda olingan surati ekan. Bu yer turugi keyingi surat ekanda? Ha, yer qimirlashidan oldinga olingan surat ekan. Demak, bu zilziladan oldinroq buzilgan ekan. 1902-yilgi zilzilada buzilmagan ekan. Bu yerda aytilishi bo'yicha. Bu avvalroq buzilgan ekan. Xo'p, minora haqida shunday qiziq ma'lumot olindi deyapti. Birinchi, xalq johil bo'lishi ustiga osor atiqani saqlashni ham bilmadi. Bilmay minoradan juda xafalanganlar. Agar butun bo'lib ustiga kishi chiqsa, atrofga qarab uydagi haft pardada bo'lgan xotinlarimizni ko'radir deb birinchi qatli minoraning zinasini buzganlar. Ya'ni odamlar o'zi buzgan deyapti bu yerda. Minorani? Ha, minorani odamlar o'zi buzgan deyapti. Tagini kavlab g'ishlarini olib ketganlar deyapti. Ikkinchisi, 23-yilgi remont chog'ida ostini bilmak uchun kavlaganda bir ostida minoraning 4 tomonidan ishlanib, minoraga suyanchiq qilingan 10 sarjin uzunlikda bir gaz yo'g'onlikda g'isht tirgovchilar ishlangan bo'lgan. Ya'ni minoraning tagida uni ushlab turadigan tirgovchilari bo'lgan ekan. Shular haqida aytilyapti. Keyingisi maqbaralar haqida gapiryapti, ya'ni turbalar deyapti. Ya'ni ana shu nimadagi O'zgandagi maqbaralar, Sulton Sanjar, Sulton Ilikmozik maqbaralari haqida ma'lumot berilyapti bu yerda. Janubiy turba, janubiy maqbara, keyingisi shimoliy maqbara, o'rta maqbara va oxirgisi natija deyapti. Bu maqolani Shokirjon Rahimiy degan odam yozyapti. Ya'ni o'sha 20-yillarda Turkistondagi mashhur ziyolilardan bo'lgan Shokirjon Rahimiy maxsus o'sha O'zganga borib 1923-24-yillarda mana shu maqolani demak yozgan ekan. Maqola o'sha Ma'ruf o'qituvchi jurnalini 25-yil 1-soni uchun maxsus tayyorlangan. Va o'sha paytda 1925-yilda bu maqola demak e'lon qilingan ekan. O'sha jurnalda 1-sonida hozir bu yerda 113-betdan 124-betgacha, ya'ni qariyb 11 betli maqola. Kattagina maqola hisoblanadi. Sirtdan ko'rsatib qo'ysangiz. Kitobdan. Tush. Bu mana o'sha tituli. Mana jurnalning tituli. Bul emgektin bağlılığı bundan 100 yıl murda жазылып, бүгінгі күнде еліміздің, жұртымыздың қолына тиіп жатқандығында, албетте, ошол 1925 жылдардағы тарихи оғыш қиюштуу мәселелер, атеистик көзқараштар, жана башка бардық мәселелерді еске алғанда, бұл жердегі тарихтың айрым bir буйткалары özgörüp daha geçişi mümkün. Oşonu biz eski alıbız zarıl. Hurmatlı vatandaşlar, benim kolumda 1925 yılı çıkan bilim berүү jana okutuvchi deb atalgan
jurnalın birinci sаны turadi. Eng qiziq jeri mına uşul jerde bizdin bugungi kunda özgön mamlaketlik tarihi madani muzey qo'ri bo'lib turgan özgön munarası o'shandayga al jerdagi gumbözler to'g'risidagi yaxshi ma'lumotlar berilgan ekan. Mana hozir bu yerda shu bugungi kunda O'zbekiston aylog'idagi har qanday gumbözlerden, tarihi yerlerden ma'lumotlar tarih bunu o yerden başlap şu özgön to'g'rili özgöndögi gumbözler jana munara to'g'rili öte qiziqli ma'lumotlar var ekan. Mana oşol mezgildagi tündük jana tushlik gumbözlerden bu yerde görünüşleri özgön to'g'rili tak bunday Jalolabad menен Oş'un ortasındagı şunday özünçө bir kezde Karaxanlar mamleketinin borboru bolgon, bugungi kunda Oş uyezdinin bir burçunda kalgan şaharça dep aytıp ketken ma'lumotlar var ekan. Mına o jerde özüңүздөр gümbözlerden awaldарын berip turasыздар. Bul oşol 1925-yılı çıkan ma'lumotlar. En kızık meselesi 1880 yıllarda tartılgan bu özgön gümbözünün avalı bu yerde 25 kulaç dep aytılат. Oşonda her biri bir kulaçı 1,5 metreden bolganda bu oşo 40 metreden aylanasındagı gümbözdün 1880 yıllardagı gümbözdün avalı turuşu görünüşü mına şunday bolgon eken. Bu şu tarihi malumat katары bu yerge kirgizilgen. Bu yerde gümbözdü biz bugungi kunda 1902 yıllardagı yer türölörde buzulgan degen malumatарды aytıp belsek, balkim bu emi bürölörge tam bolanmagan jeke tarihçilik öçü katары menин oyum. Bu yerde bunu elder özleri buzgan sebebi aylanada yaşagan ellerden bala çakası, gelin kesekler, ayaldары şu munaranın üstüne çıkıp başka bürölör bunu bizden üylöbüzdü göröt. Oşon üçün bu munaranın pasaytışыбыз керек, ылдыйлатышыбыз керек деп өздері бузган деген маалыматтар жазылыптыр. Балким ошол бул 1920 жылдардан башталган атеизмдин күчөп турган мезгилинде ошо жергиликтүү элдердин маалыматын булар атеисттик көз караш менен алып ошо динди жаман көрсөтүү маселесинде дагы ушундай кылган аракеттер болушу мүмкүн деген божомол. Бирок бул жерде мына ошол маалыматтарды берген. Ал эми 1923 жылы өзгөн munarasının kayradan kuruluşu жөнүндө kim kurdurgan uşular жөнүндө бул жерде маалыматтар турат. Ушул маалыматтардын баардыгы мына бул жердеги күмбөздөр жөнүндө кыска маалыматтар бар экен. Эң акырында бул жерде ошол бул макаланы Шакир деген адам жазган деген ошол бул макаланын авторунун бул жерде колтонгасы менен жазылган маалыматтар экен. Ушул билим берүү жана окутуучу деген журналдын биринчи санында 11 беттен турган маалымат ошол бүгүнкү өзгөн мунарасы, өзгөндөгү күмбөздөр жана өзгөн тууралуу маалыматтарды камтыйт экен. Биз Кудай буйрса келечекте муну котортуп bir tarixi malumat katары biz bunu elge жеткиришибиz бардыгыбыздын милдетибизди көрсөтөбүз. Biz bunu bu жерде Andijan мамлекеттик тарих жана маданият музейинин филиалы болуп өстүргөн Чолпон музейинде бүгүнкү күндө эмгектенген Искендер деген замандашыбыз, илимий кызматкерибиз мына ушул жерден
bunun çeşmelelerini okup bizge düşündürüp bergen malumatlar. Albatta, bağı el tamırından jer tamırı terengde, jer tamırından el tamırı uzakıraktı. Biz gelecekte muzeyler ortasındaki dostluğumuz, ıntımakçılığımızın şarapatı menen biz şu Anjan'daki tarihi madani muzey kompleksinden tavılgan malumatlar katarı biz bunu Kırgızstandagi jalpı zamandaşlarımızga yetkizemiz degen oydobuz. Anam başka jurnallarga millerge çıkarttım. Buni qayta pechat qilsa bo'ladimi? Tarjima qirg'izchaga, ruschaga. 100 yıldan aşığın vakittan beri Arap harfinde yazılgan jurnal betinde jatkan bol çoğ tavılganı elge jurtka jetkirүү bizden mildetibиz dep esepteybiz. Kuday buyursa Arapçadan Kırgızçaga otorup uzun eldin uçuna, kıska eldin kıyırına özgön tuğralı uşul 1925 yıldары el elegine koyulgan materiallardı jetkizebиz degen oy tilegibиz var. Alemi Anjan oblastının mamleketlik tarihi madani muzey kompleksinin jalpı jetekçiligine biz özümüzdün atımızdan tereң ыраазычылык bildirебиz.